Assalomu alaykum, Islom Ustoz kanali a'zolari, hurmatli aka-ukalar. Kimga qiziq bo'lsa, 2 qavatli darvozamiz, bitta like tugmasini bosib, videomizni oxirigacha kuzatib borasizlar. 1 kvadrat metri, hurmatli obunachilar, 1.300.000 so'mlik varianti afsona fason darvozamiz garaj bilan o'rnatildi. Juda ham ideal holatda chiqdi. Materiallariga keladigan bo'lsak, stoykalarimiz o'ngga o'ng bo'lgan, mashina o'tadigan qismlari shivellar bo'lgan. Listlarimiz 1.8 2 qavatli bo'lgan. Nerjinkalari ham toza, qalin nerjinkadan bo'lgan. 1.1lik nerjinkadan listlarimiz 1.8 lik. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Oxir tomonlarga kelishilgan holda tayyorlab beramiz. Bu darvozamizni Toshkent shahriga olib o'rnashtirdik. Ko'rib turibsizlar, juda ham ideal holatda chiqdi. Kraskalarimiz mokr asfalt, matviy kraska bo'ldi. Xudo xolasa, kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Eshigimiz o'ng qo'lda 90 cm ochiladi. Mana bu orqa qismi. O'rtalari sentr zamok, har doimgidek zamoklarimiz zo'r zamokdan bo'lgan. Profillarimizni polni atrofi 8 ga to'g'ri bo'lgan. Stoykalarimiz o'ngga o'ng bo'lgan. Holatini ko'rib turibsizlar. Kimga qiziq bo'lsa, aka-ukalar murojaat qilaverasizlar. Juda ham chiroyli qilib sizlarning xonadonlaringga ham o'rnatib beramiz. Holatni ko'rib turibsizlar aka-ukalar. Darvozamiz o'xshi summasi, darvozamiz o'zini narxi 18.500.000 so'm bo'ldi. Eshik garajimiz 5.5 million so'm bo'ldi. 1 kvadrat metri 1.300.000 so'mdan ozgina o'tib beramiz. Murojaat qilaverasizlar aka-ukalar. Juda ham chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Xudo xolasa sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qo'llab-quvvatlab kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bundan keyingi darvozalarimizni ham sizlarga video qilib, chiroyli qilib taqdim etamiz.